إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugun Qur'oni Karimning grammatikalik tahlili darsimizning 24-chi darsini o'qiymiz. 24-chi darsimizda Sura Baqaraning 77-ci oyatlaridan 79-ci oyatlargacha bo'lgan oyatlarningki grammatikalik tahlilini ko'rib o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Avla ya'lamuna anna Alloh ya'lamu ma yusirruna va ma yu'linun. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Yahudiler özlerinin yuşurun ve aşkar işlerini Allah'ın bilip durduğunu ukmandı. Ularning ichida kitobni, ya'ni Tavratni bilmaydigan, faqat o'ydirumlar bilan quloq soladigan, xiyoli bilan tayinadigan savodsizlari bor. Kitobni o'z qo'llari bilan o'zgartib, yezib, uni oz pulga sotish uchun bu Allohning tarafidan nozil bo'lgan deguchilarning holiga voy. Qo'li bilan yezib olgan narsalari tufaylidan ularning holiga voy. Bu orqali erishgan harom narsalari tufaylidan ularning holiga voy. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet-i kerimde çoğun cihetten iki grubu adamlarını bayan kılıvatıdır ki, yani Yahudilerin içinden faqatlam başkalar depegen gap bilen ergişidigan savatsız bir türküm kişilerden varlığı. İkinci birisi Yahudilerin içinde Allah'ın kalamı Tevrat'ını özgertip şunu haram pullağı setiş dünya menfaati üçün, yani Allah'ın kalamını özgertip kişilerge yetkizadigan bir türküm adamlarning bor ekanligini bayon qilyaptidir. Endi so'zlik nuqtasini aytgan vaqtimizda bu ummiyun so'zi, ummiyun degan nima bo'ladi desak, ummi degan so'zning ko'pligi bo'lib, bu ya'ni o'qishni va yozishni yaxshi qilolmaydigan, yaxshi o'qiolmaydigan, yaxshi yozolmaydigan kishi deganni bildiradi. Endi bu o'qishni yaxshi qilolmaydigan, yaxshi yozolmaydigan, yaxshi o'qiolmaydigan kishining ummiy deb atalishi u onasiga, ya'ni ona degan so'zga nisbat berilgan. Degan ona degan bo'lib, mushunga nisbat berilgan. Nimishqa? Chunki bu turkum odamlar onasidan tug'ilgan paytda ilm ma'rifatsiz qolib qolganligi uchun. Mana bular mushu Yahudilarning ichidan bilimsiz kishilardan bir guruh odamlarni ko'rsatdi. Endi Allah subhanahu wa ta'alaning la ya'lamunal kitab degani, ya'ni ular Tavratni bilmaydi. Bu yerda kitobdan maqsad Tavrat. Tavratni bilmaydi va Tavratning ichidagi Muhammadin sallallohu alayhi va sallamning sifatlarini bilmaydi degan ma'noni bildiradi. Yoki ular Tavratdagi mazmunlarni bilish uchun va Tavratning ichidagi mazmunlarni amaliy tadqiqlash uchun o'qishni va yozishni bilmaydiganlar degan ma'noga ehtimollik tutdi. Endi amaniya degan nima desa, bu amniyaning ko'pligi bo'lib, bu inson o'zi tamanni qiladigan, orzu qiladigan bir narsa. Yoki inson o'z ko'nglida paydo qiladigan bir narsani amani deymiz. Ya'ni buni quruq orzu, xiyol, paras. Shuning uchun bu amani degan so'z yolg'on degan ham ishlatiladi. Shuning uchun bir arabi bir odamga deganki, "Ahaza shay'un ra'aytahu an tamannaytu." Bu sen ko'rgan narsami yoki o'zing uni o'ydirib chiqargan narsami degan. Ya'ni ixtiraqtu, tamanna degan o'ydirish degan ma'noni bildirgan. Onun boshqa tamanna deganki, ya'ni qara'a ma'nosida ishlatiladi. Hasan sahabi deganki, "Tamanna kitaballahi awwal layla." U şu Allah'ın kitabını tuncu gitsi Allah'ın kitabını okudu deb tamanna qara'a ma'nosida ham kelgan. Endi amaniya, ya'ni şu oyat kerimde talavet yoki ular alimlardan
Yani şu özü tapşırıp olgan bir xil yalgan degan bir ma'ni işiltidi. Yani ular faqat yalgan qilib erishadigan degan ma'noda. Endi fawailul vaylul deganning ma'nosi nima bo'ldi? Vaylunning ma'nosi halokatchilik, vayronchilik, rasvochilik, ziyonkorlik degan ma'noda ishiltidi. Demak, vaylu degan so'z aslida yomonlikda, azobga ishiltilgan bir so'z bo'lib, bunda Qazi Beyzavi deydiki, bu vaylul degan so'z eng yuqori chapdagi ogohlantirish, eng yuqori chapdagi tahdidga ishiltilgan so'z degan. Ya'ni bu vaylulning bir xil shunday halokatchilik, vayronlik degan ma'noni bildirish bilan birga, undan boshqa yana jahannamdagi bir vodining ismi vaylul deb ataladi. Va innahum illa yazunnun deki in bu yerda harf nafi bo'lgan ma. Va innahum illa yazunnun ma hum ala yaqinin min amrihim. Ular yani özünün işini bir cezmiyette emas ular. Belki ular mushu xuddi qarg'u odamla 4 odamni taqlid qilganda ergashganda oti bo'ldirga faqat taqlid qiluvchilar bular. Ularga ergashuvchilar jazmiyat ustida emas bular, faqat gumoniy qarashda mavjud odamlar degan bo'ladi. Endi yaktubunal kitaba bi aydihim deganimiz, yani ular qo'llari bilan kitobni yozadi deganga, yine ular Tavratni o'zgartdi degan ma'no bildiradi. Yani ular qo'llari orqali Tavratni o'zgartib berdi. Kitob, Tavrat maqsad yozadi deganga o'zgartib berdi. Yani ular shu Tavratning oyatlarini qo'llari bilan o'zgartib yozgan. Yani qo'llari orqali shu o'zgartirilgan oyatlarni yozgan bo'ladi. Summa yaquluna haza min indillah. Andın bular mana bu, yani şu o'zgartganni deyapti, bu Allohning dargohidan nozil bo'lgan oyat-i karimlar mushu deydi. Yani ular mushu o'zlarining ergash kuchilariga, ashundoq savossiz bo'lgan ergash kuchilariga mana mushu Musa alayhisalomga Alloh nozil qilgan Tavratning mazmunlarining qatoridan bu deb shundoq deydi. Nima ish shundoq qiladi desa, liyashtaru bihi samanan qalila. Ular uning orqali dunyo menfaatlarga, bu 6 kunlik tugab ketadigan fani dunyoning fani bo'lgan o'tallarga, yine qisqagina mol dunyoga erishish uchun shunday qiladi. Endi biz oyat karimning grammatikalik mazmunini qaraydigan bo'lsak, avla ya'lamuna annalloh ya'lamu ma yusirruna va ma yu'linun. Ular Alloh subhanahu va taolaning o'zlarining yushirin qilayotgan ishlarini ve aşkarı kılıvatkan işlerini, aşkarı yuşun barlık işlerini Allah'ın bilidiğallığını bilmem dular. Yani bilidu diyen mana çık. Çünkü belki evvela ya'lemundaki hemzetul istifham et-takrir ma'at-tevbet. Ulağa kaiş ile birge, ulağa katıl kaiş ile birge, ulağının bilidiğallığını biktiş maksat kılınır. Endi evveladaki vo çoğduysa evla o huruful etbe. Lekin huruful etbe deyilmey onu o harful istinab desa bu mu nima olmaydi? Hata emas. Huruful etbe deyilsin buldu, harful istinab deyilsin buldu. Harf istinab bulduken la ya'lamun annallah ya'lamu ma yusiruna ve ma yu'linun, bu cümle musta'nife yeni cümlenin başlanmalarını gösteriyor. Nima bo'lsa bo'lsin, evvela ya'lamundaki vo'ning oldida hamzaning kelish masalasi. Qanday bo'ladi bu? Hamza istifhomken vo harfi istinafiya bo'lsin yoki harfi at bo'lsin, nimishqa va ala ya'lamun deb kelmi, evvela ya'lamun deb keldi. Hamza nimishqa vo'ni oldida keldi desa, biz buning darsini degan jumhur ulamolarning ko'z qarashi bu yerda hamza burun kelgan bilan niyatda kim kelgan deb qaraymiz. Va ala ya'lamun degan niyat qilamiz deydi. Ya'ni bu yerda vo'ga hamzaga vo'ni ilgir qilish niyat qilinadi deydi. Nimishqa? O chunki o hurufi atba. O'ndan o anda olsun nimishqa kim keldi asl hamzatul istifham asli cümlenin 5 keldigan so'zning 5 sidari kalam, so'zning 5 o'rin tutilgan so'z bo'lganligi uchun hamza istifhomning 5 kelishi kuchli bo'lganligi uchun shu vo keni chekindirilgan, hamza oldiga chiqarilgan deb qaraladi. Bu qarashlarning ichidan bir qarash. Ammo Zamaxsharining ko'z qarashida undaq emas. Bu hamza o'z o'rnida kelgan, hargizmi o va ala ya'lamun degan bo'lmaydi. Avla ya'lamun hamza o'z o'rnida kelgan
deb qaraydi. Nimishqa desa, hamzadan keyin bir fil taqdir qilinadi. O ash taqdir qilingan filga harfat bo'lib, o'zining jumlani beshtiki muqaddarga atib keladi degan. Taqdiri ayaf'aluna kull hazihi al-jara'im ve la ya'lamuna anna Allah ya'lamu jami' ma yukhfunahu ve ma yuzhirun degan ma'noda. Yani ular mushundaq jinoyatning hammasini qilandi. Allah subhanahu va taoloning ular o'zlarining maxfiy va yushurun oshkor qilayotgan narsaning hammasini biladiganligini bilmamdi bular deb, ya'ni ve la ya'lamun evla ya'lamun ki beşte ya'lamuna ve la ya'lamun deb ayaf'aluna mushundaq jinoyatni qilandi. Bular Allohning oshlarning yushurun oshkor qilganlarini bilmamdi degan bo'lib, bu yerda musbat bir jumlaga manfi bo'lgan bir jumla atbi qilinadi. Lekin mushari bu unda hamza o'zining o'rniga, ammo bir-bir ulamolarning ko'z qarashida bu hamzaning oldida deb niyat qilinadi. Hamza ammo sidar kalam bo'lganligi uchun jumla besh kelgan deb qaralsa, bir-bir ulamolarning ko'z qarashi, ya'ni Imom Zamaxsharining ko'z qarashida bu nima deb qaraladi desa, beshta til tashlangan deb qaraladi. Biz buni haqida to'xtalgan. Endi la ya'lamunning bo'ladi desa, la ya'lamunlik la harfi nafi. Bulutsuzlikni ifodalash uchun kelgan la ya'lamun fi'l muzari marfu alamatu rafi subutun nun vav fa'il. Ya'ni ya'lamun bu muzari fi'l bo'lib, boshqa ishlab kelgan muzari fi'l, boshqa ishning alomati subutun nun. Nunning bekib kelganligi subutun. Shuna af'alul khamsa deymiz, 5 fi'l deymiz. Bu 5 fi'lning alamatu rafi subutun nun, alamatul cezb ve nesb hazfun nun degan bir qarash bor. Yani boshqa ishning alomati nunning bekib kelganligi, tushumkirish va kesik formada kelganligining alomati nunning tashlanganligi degan. Endi vav qasi nima desa, ya'lamuna deki vav fa'il bo'ladi, mahallan mar. Annalloh ya'lamu ma yusirruna va ma yu'linun deki anna biz bilamiz harf mushabbah bil fil. Demak bu yerdagi anna inna bilan annaning farqi bor. İnnamu harfi mushabbah bil fi'l lit-tawkid. Annama harfi mushabbah bil fi'l tawkid. Amma annada yine bir ortiqchilik borki, anna bu fi'lga o'xshagan harf bo'lish bilan birga jumlaning mazmunini ta'kidlash bilan birga o'zining kelgan jumlaning masdariga o'zgartiradi. Yine bu shunga harfi mushabbah bil fi'l tawkid. Shu anna harfi mushabbah va harfi masdariya deb qaraymiz. Ism va xabardan bir qiyal masdar ta'vil qilindi. Endi Allah subhanahu va taolaning ularning yushurun va oshkor ishlarini bildiganligini, ular Allohning chuqur biladiganligini, Allohning ularning maxfiy va oshkor qilgan ishlarini biladiganligida hech qanday shak shubhaning yo'q ekanligini ta'kidlab turadi. Lit-tawkid deganimiz shu. Endi bu yerda annallohdiki Allohga lafzi jalol anniningki ismi bo'lib tushuntirib ishlab kelgan. Tushuntirishning alomati fatha. Allah'a deganning zibar o'qil tushuntirishlar zibar o'qilganligi, eşlik zibar nasblikning alomati, tushuntirishning alomati. Ya'lamu endi anna bu odatda ism va xabar talab qiladi. Chunki Alloh'a uning ismi so'zi, xabar ma'nosi ya'lamu ma yusirruna va ma yu'linun, uning jumla biligi annaning xabari. Chunki anna xabari bu yerda fe'l muzaridan tuzilgan fe'llik jumladan kelgan bo'lib, mahallan marfu. Ya'lamu fe'l muzari fa'il va degan yushun kichik almashrup Allohga qaytadi. Ma yusiruna va ma yu'linun cho nim bo'ladi deganda endi mishariki anna ya'lamu andada ma ism mavsul bo'lganda ya'lamuning maqulun bi. Ishqi ma yusiruna va ma yu'linun bu yerda ya'lamu degan tilning maqulun bi bo'ladi. Allah subhanahu va taolaning ularning oshkor yushun qilgan ishlarini bildiganligini ular bilmadi degan bo'ldi. Endi bu yerda bizga bir savol kelib chiqadi. U savol qasi degan vaqtimizda mush ya'lamu degan alima ya'lamu degan af'ol qulub bo'lgan vaqtda qalb bilib bo'lgan chaqda buni ishga maf'ul keladi. Ishga maf'ul keladi, ammo qalb bilib bo'lmay ja'ala ma'nosi bilan yoki arifa ma'nosi bilan kelgan chaqda bu chaqda ishga maf'ul ketmaydi. Anda da ya'lamun yani af'al qulub desa ikki maf'ul talab qildi, ikki maf'ul kina desa bu yerda annaning ismi va annaning xabari hammasi qiyosiy masdar ikki maf'ulni o'rni tura oladi.
Agar biz buni an ya'lamunni biz arifa ma'nosi bilan afal qilib emas desak, bu joyda ber anna annosimiz mufratning o'rni bo'ladi. Mufrat o'rnida mufrat bir so'zni o'rnida bo'ladi. Mas ikki maf'ulni o'rnitmay Allohning shu ularning maxfiy yushunqasini bilishi degan bir ma'noni qiyos qiladi. Ikkinchisi nima bo'ldi? Bu ham degandek ikki maf'ulni o'rnitirdi. Endi mana bu bayonki İmam Suvay ve köp sonli ulamolarning ko'z qarashida hurf mushabba bil fil yani annaning ismi aminning xabari qo'shilib qiyosiy masdar muavval ikki maf'ul turdi deb qaraymiz. Ama İmam Ahbash deydiki u harf mushabba bil fil anna ismi ve xabari ham qiyosiy masdar faqat bir maf'ul o'rnitira oladi. Buni ikkinchi maf'ulni mahzub deb qarasak bo'ladi. Ma yusiruna ve ma yu'linun ma nim bo'ldi? Ma ism mavsul mabni ala sukun fi mahalli nasbi maf'ul bi. Yani urun jihati tushuntir ishlab kelgan maf'ulun bi. Lekin sukunga mabni ism mavsul. Endi ya'lam yusiruna ve ma yu'linun degandiki mushu madin ism mavsul desak ma qaytgan zimir ba'mu desak bu yer tashlangan. İsim mevsul dikmizken mani isim mevsul desek yusirun ama yusirun ma'ya isim mevsulunun silisi oldu. Ma onun silisi olduken çoğun isim mevsulunun ulanma cümlesinden isim mevsuluna bir zimir qaytish kerak. Bu yerde ait yani şu isim mevsuluna qaytgan zimir taşlangan. Yani ma yusirunahu degan hu degan zimir taşlangan bo'ladi. Bu mani isim mevsul qilgan vaqtimizda. Ya biz buni nima degan vaqtimizda shu mani isim mevsul demay ma yusiru ve ma yu'linun sirrahu ve alaniyatahu degan ma'noda ma'ni masdar yapılsak şu ma'ni harf masdar yapılsak u chog'da bu yerda ism mavsulun yusir sili degan bir narsa ketmaydi. O chog'da ma ve ma'dan kelgan yusirun degan fe'l hammasining masdar muavval qiyos qilingan masdar ya'lamuning maf'uli shuludir. Endi yusirun mayli o mani ism mevsul desek bunun silisi mani harf masdar desek onun masdar qiyos qilinadi ama yusirun fil muzari marfu. Yani bu af'al hamsa 5 fil bulup 5 filning qatoridan bulup bu baş kelishning alomati yani nunni bekitganlik bayonda bo'ldik fa'il vav. Ve ma yu'linun va huruf al-atf bulup ma yu'linun ma yusirunga atfa. Ma yusirun qandaq muloyiza qilinsa ma yu'linun ana shunga o'xshash muloyiza qilinadi. Endi bu yerda umuman biz jumlalarning bog'lanish o'rnini o'tganimizda endi avla ya'lamuna degandiki ya'lamuna harfi isti'nab desak chuqum bu bir narsaga at bo'lmaydi. Ya'lamuna mustaqil jumlalar la mahallaha. Min al-i'rab jumlaning grammatiklik o'rnamaydi. Mustaqil jumla musta'nib hisoblanadi. Agar biz uni hurufi atba desak, ikki xil qarash bor edi-ku beshta. Biz beshta ikki xil qarash bor edi. Shuning bir qarashda hurufil atba, yana bir qarashda harf istinab. Harfi atba degan vaqtimizda nima gapda ya'lamun ma'tuf bo'lsa, ma'tufun alayni bo'ladi. Ma'tufun alay yana tashlangan bir jumlaga at bo'ladi. Dedik. Mesela ayaf'alun kulla hazil jaraim ve la ya'lamuna anna Allah degan bo'ldi. O'chal harfat bo'lganda la ya'lamuna degan bu jumla, ya'lamun degan bu jumla, yaf'aluna degan mahzub bo'lgan jumlaga mustaqil hisoblanadigan mahzub bo'lgan jumlaga atba. Ammo unda demasak, shu alaqavoni harf istinab desak o'chadi bu masala kelib chiqmaydi. Endi onda da annalloh ya'lamu degan jumlaning bildirsangiz bu ya'lamu degan bu jumla bu anninki xabar bo'lib mahallan marfu. Urun jihati boshqa ishlab kelgan bo'ladi. Yusirun ma degan ism mavsulning silisi ma degan ism mavsulning silisi bo'ladi. Yusirun ma'ni biz nima degan vaqtimizda ism mavsul degan vaqtimizda. Agar ma'ni biz harf masdariya desak bu chog'da uni bir mufratni hukmida iflos qilamiz. Yu'linun shu ikkinchi ma'niki silasi bo'ladi ism mavsul degan vaqtimizda.
Demek mesler muavvel ennenin ismi ennenin haberden kıyaslanılan kıyası mesler ya'lemun degan şu fiil muzari'nin iki mef'ulun o'rnida turalaydı. Ve minhum ummiyun la ya'lemunel kitabe illa emaniya ve inhum illa yazunnun ki ve minhum ki vav harfi isti'nab mustaqil yeni cümlenin mustaqil başlanganlığını bildirdi. Anda da minhum jar majrur ilgili kelgan haber taşlangan mutaalliq bilan haber. Şu min hurufi jar mutaalliq mahzuf hum onun majrulup mahalle majrulup minhum degan jar majrur taşlangan mutaalliq bilan qo'shilib haber. Minhum yalğız haber emas, harfi jarning mutaalliq va beshada taşlangan aşunu bilan qo'shilib haber. Ummiyun kin kelgan mubtada bo'ladi. Bu ummiyun kin kelgan mubtada bo'lib başqa ishlab kelgan marfu alamat rafi başlanish alamati vav. Çünkü cem muzakkar salim. Endi la ya'lamunal kitabe illa amaniyan bo'ldi. Ve minhum ummiyun la ya'lamunal kitabe illa amaniya degan bu cümle qanday cümle ekan? Cümle ismiye ekan. Cümle ismiye iki bilakning tarafida bo'ldi. Mubtada bilikidan ve haber bilikidan. Minhum juz'ul haber ekan. Yani haber bilik ekan. Ummiyun la ya'lamunal kitab juz'un mubtada bilik olup haqiqiy mubtada ummiyun bo'ldi. La ya'lamunal kitab nim bo'ldi? La ya'lamunal kitab ummiyun sifatimi yoki ummiyunninki holatimi nim qanday munosabat va degan vaqtimizda endi la harfi nafi ya'lamuna fil muzari fa'il vav nun alamat raf al kitabe maf'ulun bih bo'ldi. La ya'lamunal kitab bu yerda bu mushu ummiyunninki sifati bo'ladi. Sifati bo'lsa. İlla amaniye. İlla bu yerda nim bo'ladi? Degan illa adatul istisna. Amaniye mensub. Bu mustasna. Bu yerda bu istisnayı munqati hisoblanadi. Çünkü el kitapdan maqsad el kitap mustasna minhu amaniya mustasna ama istisnayı munqati. İstisnayı munqatining bir ahvali alayidiki bu mustasna minhuning jinsidan bo'lmaydi. Mustasna minhuning jinsidan. El kitap Tevrat bu Allah tarafidan nozil qilingan haq kitap. Ama belki amaniye o Tevrat'ın cinsinden emas o. Fakat ularning o'ydirma xiyoli. Onda bo'lgandan yalg'onlari bo'lg'achqa shunga o kitobdan nima emas, undan istisno emas, istisno munqati deb qaraymiz. Onda da la ya'lamunal kitabe illa amaniya ummiyun sifati. Onda minhum ummiyun la ya'lamunal kitabe illa amaniya mishagarchi birlar. Ismli cümle. Ve inhum illa yazunnun gramatkilik ahvali qandaq bo'ladi deganda ve inhum illa yazunnun ki vav haliye. In harfi nafiye. In biyada harfi nafiye. Hum mubtada illa adatul hasri. Beşte nafi kelganligi uchun biyada hum nim bo'ladi? Mubtada bo'ldi illa adatul hasri. Bak inna ma'nasi bilan yazunnun fi'l muzari marfu alamat rafi subutun. Yine yazunnun fi'l muzari başqa ishlab kelgan fi'l muzari bo'lib başqa ishlamdan nunun bekib kelganligi ama fa'il vav uning fa'il bo'lib jumla humning bu jumla fi'liya hum degan mubtadaning xabari. Demak inhum illa yazun degan bu ismliq jumla hal ve inhum illa yazunnun shu ya'lamunun tegidagi zimirdan hal desak bo'ladi. Anda da bu ve minhum ummiyun la ya'lamunal kitabe illa amaniya ve inhum illa yazunnun hammasi aram bir dona jumla hisoblanadi. Ulardan kitobni, Tevratni bilmaydigan, faqat yolg'on so'zlarni ham biladigan, faqat o'ydirma xiyollarni ham biladigan savodsizlar bo'lib ular gumon qilishdilar ular. Ve inhum illa yazunnun halat cümle oldu. Yani ulardan Tevratni bilmasdan faqat lam quruq arzu, yine quruq yolg'on yavudaqlarni biladigan savodsizlar bo'lib ular gumon qilishdilar.
ular batılni haq deb o'ylaydi ular degan ma'noda. Anda da yazanna yazunluğu işki mef'ul dedi. Zanna yazunluğun kino bir mef'ul mu yok, ikisi mi yok. Kinonun mef'ulları dese mahzub deymiz. İlla yazunnunel el-abatila haqqa. Batıllarını haq deb o'ylaydi ular degan ma'noda. Şuna biz umum cümle qalasak bu yerda minhum ummiyun bu cümle musta'nife oldu. La ya'lamunel kitab degan ummiyunning sifati. İnhum illa yazunnun degan cümle haliye. Ama yazunnun hum degan mubdaning xabari bo'lib mahallan marfu yazunnunun ishki maf'ul mahzub bo'lib yazunnunel abatila haqqa degan bo'ldi. Fawailul lillezina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna haza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Deki fawailul lillezina deki faul istinafiye. Yeni cümlenin başlanğanlığını bildiradigan fa. Vaylun mubtada marfu. Sual qiladi, vaylun nakir tursa, iniqsiz sim tursa, iniqsiz sim qanday ega bo'la oladi? Nakir qanday mubtada bo'la oladi? Iniqsiz sim qanday qisga ega bo'la oladi desak, bu yerda nakir mubtada bo'lishi durust. Qanday chiqadi? Chunki duoni ifodalab bergan. Bir necha xil holatlarda, bir necha xil ahvollarda iniqsiz sim ega bo'la oladi. Shuning qatoridan birisi iniqsiz sim duoni ma'nosida ifodalasa o'chaq ega bo'la oladi. Masalan, salamun alayk deganga o'xshash. Bu bir xil duoni ifodalaganligi uchun biz buni nima desak bo'ladi? Mubtada desak bo'ladi. Yoki bu jahannamdan bir jahannamning ismi va jahannamning vodilardan bir vodining ismi desak, yine o'chaq ismi alam bo'ladi, yana mubtada bo'ladi. Lillezina yaktubunal kitaba bi aydihim lillezina bu allazina lam huruful jar allazinaga ism mavsul bu mabni bo'lib qatqan ism bo'lib o'rin jihati egilik ishlab kelgan lamning sababi bilan bu mutaalliq tashlangan aloqasi bilan qo'shilib xabar. Ya'ni vaylul degan mubtada lillezina yaktubunal kitaba bi aydihim mana bu jar majrur shibl jumla xabar bo'ladi. Yaktubuna mushu fil muzari boshqa ishlab kelgan fil muzari bo'lib uning boshlash alamati nunun bekib kelganligi vav zamir muttasil tutash chiqishga almashilib bu o'rin jihatda boshqa ishlab kelgan fa'il. Al kitaba yaktubuning maf'ulun bih bo'lib maf'ulun bih bi aydihim jar majrur yaktubuna alaqadar. Ba'ruf jar aydi uning majruri alamatul jar al kasra al muqaddara al ya. Ya'ning ustida ba deb qaralgan kasra egilik dusan alamat bo'ladi. Aydi muzaf hum degan tutash chiqishga almash muzafilday bo'lib mahalla majrur. Demak, yaktubuna kitobi bi aydihim degan bu fe'l muzardan tuzilgan fe'llik jumla allazina degan ism mavsulining silasi bo'lib lillazina yaktubuna kitob bi aydihim vaylul degan mubtadaning xabari bo'ladi. Aşu kitaplarını özünün kulları bilen ayındaq yalğan oydurma ayetlerini yazgan kişilerge halaketçilik bolsun, veyrançılık bolsun degen bu. Sümme yekuluna haza min indillah. Sümme hurufun atfa yekuluna yaktubuna degen yekuluna haza min indillah liyeşteru bihi semanen qalila degen cümle ma'tuf yaktubunal kitaba bi aydihim degan jumla ma'tufun alayh. Demak, ma'tufun alayh hukmida anda da yaquluna haza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila degan jumla yaktubunal kitaba bi aydihim degan jumlaga atf bo'ladi. Endi yaquluna deki biz bilamiz yaqulunaning 5 kunning qatoridan boshqa ish alomati nun bekib kelganligi fa'il bo'ldi. Haza bu ismi ishora mabni o'rin jihatda boshqa ishlab kelgan ism bo'lib o'rin haza bu yerda bimahlari mubtada haza mubtada min indillahi jar majrur xabar on deydilar ular bu Allohning dargohidan deydi. Haza mubtada min indillahi degan jar majrur
muzaf ilayhdan tarakkib topgan bo'lat bu. Min indillah jari majrur, min indi jari majrur, indallah muzaf ilayh bo'lib min indillah bu shibil cümle haza degan tashlangan mutaalliq bilan qo'shilib haza degan mubtadaning xabari bo'lib cümle ismiye yaquluning maf'ulun bi. Ya'ni qali yaquluning cümleden kelgan maf'ulun bi. Ya'ni buni maqul qavm deymiz shu. Al yashtarudiki lam ta'lil bo'g'achqa yashtaru bihi samanan qalila hammasi lam bilan qo'shilib bu sabab maqsad bo'ldi. Bu Allohning dargohidan deydi. Limaza nima uchun deganda uni ozgina pulga setish uchun. Ya'ni uning bilan dunyo matolariga erishish uchun manfaat, dunyo manfaatini qo'lga keltirish uchun degan ma'noda. Shuni yashtaru bu fe'l muzari. Tushunib ishlab kelgan fe'l muzari nima bilan desa, lamning sababi bilan tushunib ishlab kelsa, lamdan keyin yushurundir. An ba deb qaradi. Shad lamdan keyin ba deb qaralgan an bilan nasb qilingan tushunib ishlab kelgan. Nasblikning alomati hazfun nun, nunning tashlanganligi. Asli yashtaruna de. Fa'ili waw bihi jar majrur ashashtaruning maf'ulun bi g'ayr. Sari samanan maf'ulun bi qalilan samanan musbiti. Bo'lib anna biyadan anna yushun ba'da qaralgan anna undan keyin yashtaru degan fe'l fa'il maf'ulunun hammasidan qiyos qilingan masdar lamul ta'lilning majrur bo'lib li yashtaru bi samanan qalila yaqulunki sabab maqsad to'ldirib usulida. Ya'ni kitobni ashu qo'llari bilan anda kitob yozadigan ondan buni ozg'ini pulga setish uchun yana uni bilan dunyo manfaatiga erishish uchun mana bu Allohning dargohidan deydigan kishilarga halokatchilik bo'lsin degan bo'ldi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim va wailul lahum mimma yaksibun. Fawailul lahum mimma katabat aydihim fa'urul atba bu yerda vaylul lahum mimma katabat aydihim beştiki cümlege atba olsa buludu. Beştiki vaylul lillezine yaktubunel kitabe bi aydihim degan cümlege atba. Şu vaylul mubtada marfu bu bayan chiqib bo'ldi. Lahum jar majrur tashlangan mutaalliq bilan qo'shilib xabar. Endi mimma katabat aydihim nim buludu degan bir savol kelib chiqdi. Vaylul lahumning masalasi tamam. O çünkü vaylul mubtada lahum xabar. Mimma katabat aydihim min buludu desa min hurful jar illat ma'nosini keltirib ifodalab kelgan min lam harf ta'lil. Unda da ma nim buludu desa birinchi qarash ma ismi mavsul bo'lib fi mahalli jar. Minning sababi bilan urun jati kelib kelgan ism mavsul bo'lib bu ashu minning sababi bilan irishib kelgan min illat ma'nosini bildirdi. İkincisi yoki ma nakir mavsufa ya'ni min hurfijar ma ismun nakira katabat aydihim ma'ning nimasi bo'ladi? Sifati bo'ladi. Agar ma'ni ism mavsul desak katabat aydihim ma'ning silasi bo'ladi. Ma'ni ismun nakira desak sifati bo'ladi. Demak yoki uchinchi bir qarash mimma katabat aydihim ma harf masdariya bo'lib ma katabat aydihim masdar muavval qiyasi masdar minning nimasi bo'ladi? Sabab maqsad min masdariya bo'lganligi katabat aydihim shu ma bilan masdar qiyas qilinib minning majrur bo'ladi. Demak ma'ga 3 xil qarashni qaradik. Mimma katabat aydihim mayli ma ism mavsul olsun, mayli ma ism nakira olsun, mayli ma ism masdar masdariya olsun, hammasi mimma katabat aydihim sabab maqsad to'ldiruvchi. Ular qo'llari yozganligi jihatdan ularning holi voy, ularga aloqatchilik bo'lsin. Qo'llari yozgan narsaning jihatidan ularning ism mavsul qilsak qo'llari yozgan narsaning jihatidan ularga aloqatchilik bo'lsin, ularning holi voy. Endi biz nakira qilsak ularning qo'llari yozgan bir narsaning jihatidan ularning holi voy. Yoki masdar yazsak ularning qo'llari yozganlikdan ularning qo'llari
yazğanlары, ularning yazıqlarının cihatidan ularning haliga vay degan bir ma'no chiqdi. Endi va vaylul lahum mimma yaksibun ash vaylul lahum mimma katabat aydihimga o'xshaydi. Va harfatba vaylul lahum mimma yaksibun vaylul lahum mimma katabat aydihimga atbosu bo'ladi. Vaylul mubtada lahum xabar mimma yaksibun o'xshash chuqur qarashda qaraladi. Onda da biz umumi cümle qaralsak vaylul lillezine yaktubuna degan bu cümle mustaqnif. Mustaqil cümle ama ilgirki cümlenin mazmunini texmi qarar aldırış uchun kelgan mustaqil cümle. Endi lillezine yaktubunaki yaktubuna al-kitaba bi aydihim degan cümle bu allazina degan ism mavzuunun silisi cümle gramatikal qo'rniq la mahallaha min al sümme yakuluna haza min indilerdeki yakuluna nim buludursunuz. Bu yaktubun el kitabı bi aydihim ki yaktubuna degan ism mavzuunun silisi olarak kelgan cümlege atbi oldu. Ma'tub alayning hukmida cümle gramatikal qo'rniq. Haza min indillah bu fi mahalli nasbi maqulun bi. Yani maqulu qawl. Yaqulunun cümleden kelgan maqulun bi. Mahalla nasb. Endi undan keyin Fevaylul lahum mimma katabat aydihim duk vaylul lahum vaylul lillezine atbiduk katabat bi aydihim ma'al ism mavsul desek bunun silisi ma'al nakir desek bunun sıfati masdar ya desek o masdar plus bunu da ma'al masdar ya desek. İkinci vaylul lahum ço onundan kim kelgan vaylul lahum birinci vaylul lahum at oldu. Yaksibun ço dese mimma yaksibun bu şu mimma yaksibun ikinci ma ism mavsul desek aşın silisi olur. Mana bu bizning bugungi darsimiz mushaqchi bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga bir mushu dars orqali manfaat bersin. Ya'ni mushu dars orqali bir Qur'oni Karimni texmi yaxshi tushunishga, Allohning kalomini to'g'ri yaxshi tushunishga bir nisb qilsin. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin.